Assalomu alaykum. Uy-joy xohishchisi bo'lgan aziz kuzatuvchilar, Allohga hamd, sarvar koinotga durud salomlar bo'lsin. Mana ham bugun sizlar bilan yana juma saydilar, hajil masokin kunida uchrashib turibmiz. Juda ham yaxshi joydan yer uchastka uy joyi bilan ko'tarib yopilgan uy joyi obzor qilgani keldik. Bu joyimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rtacho'chiq tumani Ko'kmo'yin mahalla fuqaro yig'ini. Xo'p, nima ko'chasi edi? Chegara ko'chasi. Uchastkamizning nomeri hali belgilanmagan, yangi uchastka joy 606 sotidan iborat. Aziz ahli YouTube, uyimizni boshlanish narxi $45,000. To'rxonadan iborat, ko'tarib yopilgan, hamma sharoitlari bor, gaz, suv, svet, internet juda ham yaxshi. Xudo xolsa kuzatishda davom etinglar, sizlarga ko'rsatib tushuntirib boramiz. Ahli YouTube, mana shu ko'chalarimiz asfalt, mana shu uchastka, mana shu yerdan ko'rsating. Mana shu darvoza qo'yasiz, shu yerdan 4 metr yo'l beradi. U yog'i uyimizning fasad qismi ichkari tarafda, mana shu yerdan 4 metr darvoza qo'yib, xohlasangiz yo'lak tashlangan. Bu yo'ldan tashqari 606 sotik yer uchastka uy joy. Xullas mana ko'chalarimiz asfalt, shu xonadonimizdan Qo'yliq eski dehqon bozoriga 14 kilometr, Food City 10 kilometr. Oldingi nomi O'rtasaroy. Aziz kuzatuvchilar, o'sha Yo'lbaris mahallasiga shundoq kelganingizda, avangarddan kelganingizda shu o'ngga kirib kelsangiz, xuddi shu mahalla. Endi ko'pchilik Ko'kmo'yin nima unaqa, O'rtasaroy. Aziz ahli YouTube, avangarddan kirib kelasiz. Yo'lbaris mahallasidan shundoq yetganingizda, qabristonga yetganingizda shundoq o'ngga bursangiz, xuddi shu mahalla. Mana mahalla obod, yaxshi, mana qo'ni-qo'shnilar, chiroyli imoratlar, maktab, bog'cha, do'kon, xullas hamma narsa. Endi mana shifr yopib qo'ygan sizlarga. Mana bu darvozalardan kirib ko'rsataman, ajratilgan, xat hujjat hammasi joyida. Yana bir bor eslatib o'taman, $45,000. Yana xudo xolsa kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqib savdolashib, bemalol kelib ko'rib, ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin. Yuringlar. Mana bu yerdan o'sha yerdan yurib borib ko'rsataverasiz. Mana yiqilib tushmang. Mana shu yerdan aziz kuzatuvchilar 4 metr mana shu darvozadan yo'lagingiz bor. Darvozadan kirib borasiz. Mana shu 4 metr. Mana uyimizning fasad qismini ko'rsatgan. Otash. Mana aziz kuzatuvchilar, uyimiz ko'tarib yopilgan, xom g'ishtdan, fundamentlari ham baland quyilgan. Xullas 606 sotik. Mana bu tere ko'rsatib. Va tere taraflar ham mana shu fasad qismi. Fasad qismi 33 metr. Uyimizning uzunasiga 20 metr. Fasad qismi 33 metr, 606 sotik. Xat hujjat hammasi joyida. Kimga ma'qul kelsa, mana endi ko'tarib yopilgan, mana endi xarajat joyi kelgan. Aziz aka ukalar, mana kirganda oldin molxona bo'lgan, lekin mol-pol boqilgan emas ekan, faqat endi yangi sog' bo'l, yarhamkor. Mana shu joyi aziz kuzatuvchilar, molxona qurib qo'yishgan, lekin mol-pol boqishmagan ekan. Mana hovli keng, xullas darvozaxonali imorat, uy joy, xullas katta xona, bir 4 xona, 5 xona uy bor. Mana aziz kuzatuvchilar, bu yoqda ham joy bor. Bu yoqda necha metr qoldi dedingiz yonini? 13 metr. Mana yonida fasad qismi bor. Bu uy joyimizdan tashqari bemalol ikkita darvoza qo'ysangiz ham bo'ladi. Xullas bu yoqqa molxona, tovuqxona, omborxona hammasini sharoit qilib, gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, do'kon deysizmi, Toshkent shahriga masofa, hamma joyga qulay bo'lgan juda ham zo'r joy. Endi uyimizni bitmagan, o'shaning uchun amallab otash, sekin chiqib ko'rsatamiz. Mana aziz kuzatuvchilar, berib tursang, sekin chiqib olguncha men ushlab anaqa qilib turaman. Mana aziz ahli YouTube, uyimiz xom g'ishtdan ko'tarilgan. Xullas mana lagalarigacha tashab qo'yilgan. Mana shundoq bu yoq katta ayvon, endi zal desangiz ham bo'ladi, ayvon desangiz ham bo'ladi, peshayvon desangiz ham bo'ladi. Xullas mana o'ng tarafingizda katta zal. Romlari ko'chaga qaragan, xullas chiroyli qilib mana balkalar tashab, cho'rni patolog qilib, lomboz zo'r qilingan, shifr bilan yopilgan. Uy joyimiz aziz kuzatuvchilar juda ham yaxshi. Mana xudo xolasa bu yoq zal bo'lsa, endi mana bu detskiy xonadir yoki spalnidir, o'zingiz rejalashtirib. Mana bu lagan ustida yurish qiyin bo'lyapti. Mana aziz kuzatuvchilar, mana xolasangiz spalni qilib foydalanasiz. Ota-onalar yotoqxonasi qilib bitirib maza qilib yashashingiz mumkin. Mana lagalarigacha o'rnatilgan, xom g'ishtdan qurilgan uy joyimiz. Mana o'sha tarafda ham hozir narigi xonani ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu lagan ustida yuribman. Agar ekran qimirlab ketayotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman aziz kuzatuvchilar. Mana
Bu yog'i spanli qilsa ham bo'ladi. Yo bolalar xonasi. Xudo xolasa mana romlari ko'chaga qaragan. Mana o'sha xudo xolasa mana shu darvoza. O'sha 4 metr yo'l uzun kirib kelasiz, uyi fasad qismidan tashqari 4 metr yo'l shundoq tashalgan. Aziz kuzatuvchilar. Mana. Juda ham zo'r. Xudo xolasa kimga ma'qul kelsa, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xolasa, bundoq ko'rsat bu yoqlarni. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, ekranlar pastida nomerlarni qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Matematik har tomonga hisobiga olsangiz ham yerimiz, qurilgan inshoot, uy-joyimiz insof bilan xudo xolasa ma'qul kelsa, aloqaga chiqsanglar, lakasida tashlab berishadi. Kelib, mazza qilib, vatan qilib, uy-joy qilib yashashingiz mumkin. Toshkent shahri, Food City, Nurafshon City. Hamma joyga qulay bo'lgan choyxona deysizmi, 5 barmoq deysizmi, xullas hamma narsa bor. Gay deysizmi, Miruq hammasi shu yerda joylashgan. Toshkent viloyatining eng yaxshi joylaridan. O'sha kim bilsa, Yo'lbarisov degan nachalnik bo'lgan, xudo rahmatsin, shu odamni shuna mahallasiga kelganingizda o'ngga kirsangiz, xuddi mana shu mahalla, juda ham yaxshi obod mahalla. Hamma narsa sharoit zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana aziz kuzatuvchilar, ko'ryapsizlar. Endi bitgan bo'lsa ekan, sizlarga pol ustida yurib ko'rsatsak. Lekin xonalar juda ham katta-katta, keng. Obbo, o'zimga bersam bo'lar ekan, uni yurishim bilganimda chiqib ol. Mana aziz kuzatuvchilar, yana bir bor ko'rsatib qo'yaman. Mana zal. Xudo xolasa mana zal. Zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Juda ham keng, chiroyli qilib tozalab qo'yishibdi. Xat hujjatlari hammasi joyida. Mana bu ro'paradagi xonani xudo xolasa ota-onalar yotoqxonasi, nargisi bolalar xonasi, mana bu katta общий o'tiradigan joy qilib, mazza qilib televizorlarni osib, divan kirishlar, xullas mazza qilib yashash mumkin. Mana. Aziz aka-ukalar, xudo xolasa kimga ma'qul kelsa, juda yaxshi joyda joylashgan. Yuring, sekin tushib oling. Likillatib tashamang, sekin tushing. Hovli bor, zelenin zonaga ham joy bor. Xullas, hamma sharoiti bor. Reja asosida chiroyli qilsangiz bo'ladi. Uyimizni eng yutuqli tarafi fasad qismi, fasadi keng, 33 metr. Uzunasi 20 metr. Juda ham chiroyli, paplani juda ham go'zal. Xudo xolasa bitirgan odam mazza qilib yashaydi. Oldiga mana bunaqa naveslar qilib, peshayvon zinalar qilib, hovliga zelenin zona. Xullas, juda ham chiroyli qilib bitirib, mazza qilib yashashingiz mumkin. Mana bu yoqqa endi baribir mahalla ko'y bo'lgandan keyin tovuqxona, omborxona, xullas qo'yxona, molxona qilib shahar joyda diqqinapas bo'lgan hamyurtlarimizga Toshkent shahridan viloyatda yaxshi joyda yashayman, Toshkent shahriga yaqin joydan uy-joy qilaman degan aka-ukalarimizga juda ham qulay bo'lgan aziz aka-ukalar zo'r joy. Kimga ma'qul kelsa, xudo xolasa yana bir bor qaytarib o'taman. Ekranlar pastida uy egalarining raqamini qo'yib o'tamiz. Tepada Tohiruz raqami, o'zim raqam. Agar sizda ham xudo xolasa sotiladigan uy-joylar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, inshaalloh sabab bo'lib qolsa ajramiz. Yana bir bor hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Alloh hammamizga juma ayyomi muborak qilsin. Joninglar sog' bo'lsin, Allohimga omonat bo'linglar.